Jo'xa, hoy Jo'xa, menga qarab yur, uydamisan? Jo'xa deyapman. Obbo, yaramas jetel nima der ekan, menga nima ishi bor ekan? Hoy, nima deysan? Yaxshimisan, Jo'xa, zo'rmisan? Ha, yaxshi, rahmat. Uzoqroqda turib gapir, og'zing sasiganmi seni? Korotchi, menga 1 million qarz berib tur. Qayoqdan olaman? 1 million pulim yo'q. Ha, bo'pti, mayli, men ketdim. Ha, yaxshi bor. 1 million deydi. 1 million men qayoqdan olaman? 1 million pulim bo'lsa, shu yerda yurarmidim. Hozir uyga kirib o'tiray. Jo'xa, hoy Jo'xa. Yana chaqiryaptimi? Tushunmadim. Nima bu? Nima deysan? Yo'q dedim-ku. 1 million qarz berib tur. Yo'q dedim hozir. Qachon yo'q deding? Men kelganim yo'q, endi keldim qoldingga. Sen tentiv bo'lib qo'yganmisan? Yo'q dedim. Pulim yo'q. Ha, bo'pti, ketdim men. Ha, bo'pti. Hozir men pul yo'q deb jo'natdim. Yana qaytib kelgan. Jo'xa, Obbo, yana kelganmiz ko'raman. Ha, nima deysan? 1 million qarz berib tur. Yo'q dedim men senga. Yo'q, hozir yo'q dedim. Ketding-ku. Qachon? Men ketganim yo'q, hozir keldi u. Ket, yo'qol. Pulim yo'q dedim senga. Ha, bo'pti, bo'pti. Kerak emas puling. Yana jahlim qiladi, tushunmadim. Mayli, qarochi hozir kirib ishlarimni ko'rib turayin-da. Xo'sh, ana endi tak eshik taqilyaptimi? Tushunmadim. Obbo, yaramas. Yana jetel kelgan bo'lsa mendan ko'radi. Tak, Jack, qalaysan, bratishka? Jo'xa, yaxshimisan? Yaxshi, o'zing ham yaxshimisan? Ha, ishlar bilan charchamayapsanmi? Bo'ladi, rahmat. Nima qayoqdan kelib qolding? Nima shamollar uchirdisan bu yoqqa? Merga ishim bor-da, shu yerga kelgandim. Ha, nima ishing bor? Nimaga kelding? Xullas, mashinani joylashtirish kerak-da. Bitta mashina olib kelgandim. Mana shu mashinani parkovka qilib qo'y garajingga. Garajimda mashina bor-ku, mayli bir ilojini topamiz. Sen Merdiyonga ketsanmi hozir? Ha, men oldiga ketaman. Garaj qurasanmi, joylashtirasanmi bilmadim, lekin biror narsa qil. Ha, bo'pti, mayli, sog' bo'l. Xo'sh, mashinasi bor ekan bu yerda. Mashinasini jon deb garajimga solardim, lekin o'zimni garajimda mashina bor. Aytgancha, assalomu alaykum, sizlar bilan yana Jo'xa va sizlar yangi videodasizlar. Albatta kanalga tez obuna bo'linglar va videoni oxirigacha kuzatinglar, chunki qishloqqa shogirdim Jack keldi. Jack shogirdimligini bilarmidinglar? Bilmasanglar kommentariy yozib qoldiringlar. Axir, tak men o'zimni bitta mashinam bor, ya'ni o'zimniki emas, bitta qarindoshimniki tashab ketgan vaqtinchalik. Mana bu yerda devor bor, bilasam, olib tashladim chiqsin deb. Bu qanaqa mashinaligi Hyundai'mi nima degan tushunmadim. Cantermi, Santermi bir balo qarochi. Buni ingliz tilini o'qishni biladiganlar bemalol o'qib ko'rishingiz mumkin. Men buni haydab ko'rishim mumkin. Atak, voy, to'xtanglar. Men buni hozir noto'g'ri haydab qo'ysam bilasizlarmi bo'ladi? Voy, ana bunaqa urib qo'yishim mumkin, ko'ryapsizmi? Bo'ldi, все, to'xta. Bo'ldi, yurma. Voy, kirib qoldim. Obbo, tak, kirib qoldim-ku. Xo'sh, hozir chiqaman, qarab turinglar. Ana chiqdim, ko'ryapsizlarmi? Bilaman-da, men chiqishdi bu yoqdan. Qarochi bo'ldi, hammasi chotki. Tepaga chiqib ketdimmi? Yo, tepaga chiqmagan ekanman. Bo'ldi, yopib qo'yamiz tinchgina bu yerni. Va faras yonib qolibdi. Mayli, zaryad tugasa o'chib qoladi o'zi. Mana bu esa qarochi nimani mashinasi, Jackning mashinasi bo'lsa kerak. Menimcha normalniy mashina bo'lsa kerak. Hozir uyimdan kirib, topor, kirka, o'sha narsalarni olsam, keyin bunga garaj quraman. Garajni qaydan? Mana shu yerdan qursam bo'ladi, chiroyli joy garaj uchun menimcha. Mana bu yerdan menimcha udar bo'ladi, shu yerdan qurib qo'yaman. Qancha vaqt turishini bilmadim, Jackni o'zi aytgan yo'q, qancha vaqt turishini. Agar aytganda juda ham zo'r ish bo'lardi, tak bu yerda yo'q ekan narsalarim, hali fermadagi ishlarim ham bor. Mayli, birinchi garajni quray, keyin fermadagi ishlarimni qilaveraman. Xo'sh, takoyroq qilib qurish kerak, garajni qurganga yarasha. Daraxt olib kelishim kerak. Daraxtni bu yerdan yaqin o'rtadan olmayman. Mana shu yoqdan uzoqroqdan olib kelishim kerak, chunki bilasizlar, bizni kislorod bilan ta'minlaydigan yagona narsa bu daraxtlar hisoblanadi va o't o'simliklar ham. Tak hozir birinchi o'rinda uzoqroqdan daraxtlarni izlab topishim kerak. Topor kirkalarni olib kelganman, bunda olib kelgan ekanman. Sal qolmasa yana qaytib borib olib kelishga harakat qilar ekanman, qaranglar, ko'rmasdan. Xo'p, qayerdan olsam bo'laman? Shu tomonga menimcha yaxshi daraxtlar bor edi, adashmasam, mana shu yerdan olib kelaman. Zo'rlar ko'rinyapti. Hozir bir chekkasidan kesishni boshlaymiz. Daraxt kesish yomon ishlik emasligi hamma videoda aytganman. Bu videoda ham aytib o'taman. Daraxt vobsheta kesmaylar. Umuman kesish tavsiya etmayman. Daraxt ekish kerak, naborot eksanglar, chunki atrof muhit zo'r bo'ladi, hamma yoq yashil bo'ladi, kislorod vib bo'ladi. O'shaning uchun atrof muhitga faqat va faqat daraxt ekish kerak. Tak, mana buni kesamiz endi. Buni ham kesib olsak, chotki bo'ladi. Tak, kesamiz. Nechta daraxt ketishini bilmadim, lekin mana daraxtni ekib ketamiz albatta yaxshilik sifatida. Xo'p, yana nechta daraxt olayin? Nechta? Hisob kitob aniq bilmayman, nechta ketishini to'g'risi. 4 ta tomoniga 3 tadan qo'ysam 12 ta ketyapti. Tak, o'rtasiga taxta kerak bizga. Nechta taxta kerakligini bilmadim, lekin unga ham ancha taxta kerak bo'lsa kerak. Yana bitta daraxt kesar ekanman. Mana shuni ham kesib ketayim. Menimcha keyin yetadi aniq tochna. Xo'p, buni ham olib ketaman.
keyin tosh ham olish kerak hali tag qismini tosh qilaman adashmasam. Garaj ko'p qurganman, jak uchun hali birinchi marta qurishim. Oldingi videolarimda agar ko'rgan bo'lsanglar, birortasida ham jakni ko'rmagansizlar. Jakni videolarda meni ko'rgansizlar, chunki uni qishlog'iga men bir necha marta borganman. U esa men qishlog'imga hali birinchi marta kelyapti. Meni yonimga oldin ham kelgan, uni o'zini videosida kelgan. Meni videomda hali birinchi marta kelyapti. Balki endi ko'p kelib turar, balki vobsheta qaytib kelmas. Bilmadim, kelib tursinmi yo'qmi, kommentariy yozinglar chiqani. Sizlarning fikringlarga bog'liq kelib turishi. U bilan har xil sarguzashtlar o'tkazishimiz mumkin agar sizlar xohlasanglar. Har xil narsalar qilishimiz mumkin, birga yashashimiz mumkin. Albatta uni o'zingizlar kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Sizlarning fikringlarga qarab bemalol qarochi uni yonimga olib qolishim yoki haydab yuborishim mumkin. Xo'p, qancha tosh olsam bo'lar ekan? Tak, hozir bizda 25 ta bo'libdi. 25 ta bo'lsa, mana o'sha 29 30 bitta bo'lib ketdi. Ana endi 30 bitta bo'lsa 50 tacha olib borsa, menimcha yetsa kerak. Usti bilan ostini tosh qilamiz, yon tomon albatta taxtadan bo'ladi. Eshik qismiga esa eshikni o'zi olib keladi. Xo'p, 40 ta bo'libdi, bitta 44 ta qilib olamiz, normal bo'ldi. Juft qilib olaylik-da. 27 ta taxt olib biz bu taxtani toq olibman, hech nima qilmasa kerak. Atak hozir qaranglar. Aytgan joyimni hozirlar ko'rsataman. Garaj qurmoqchi bo'lgan joyim mana bu yer hisoblanadi. Mana shu yerdan chiroyli qilib quraman hozir. Bu yerda mana bu yer blokni olib tashlash kerak birinchi o'rinda. Chunki yer bloklar vobsheta xalaqit qiladi bizga garaj qurishimiz uchun. Hop, mana bilmayman qancha kattalikka qurishimni. Mana jetel ish qilib polizimga tegib qolmasin demasmikan? Hoy jetel, men qarab bor. Hoy jetel. Ishlayapman, keyin qarayman. Mayli, o'zing bilasan, qaramasang qarama. Qarash niyati yo'q. Kibr bo'lib ketganmi nima balo jetel, hayronman nimaga bunaqa qiladi. Tak qismini tosh qilmoqchi edim. Birinchi o'rinda katta kichikligini belgilab olish kerak. Mana shu yerdan olsak 1 2 3 4 ta 4 ga 4 qilamiz tak. Sig'armikan mana shuncha joyga? 1 2 3 4 da bemalol sig'ar ekan. Faqat eni sig'sa bo'lgan, eni. 1 2 3 4 tak 4. Voy, sig'mas ekanman 4 ga. Okey, ko'ryapsizlarmi? Texnologiya 3 ta. 3 blokka sig'armikan? Bilmadim, sig'maydiganga o'xshayapti. Xo'sh, unda qaranglar, mana bu yerdan qilamiz ekan. Bir qatorda mana bu yerdan 1 2 3 4. Mana shunaqa qilib olamiz. Chotki bilan olib tashlar ekanman. Chunki men jetelni uyga qo'yib yuboraman, qarochi. Menimcha normali bilan oxirgisi qoladi. Tak, ana endi tak qismini tosh qilib chiqamiz, qaranglar. Tak qismini mana shu yerdan boshlab tosh qilsam, bu yog'ini menimcha bemalol mashina sig'ib ham ichida o'ynab ham yursa kerak menimcha. Unaqa o'ynash shart emas bizga. O'ynatadigan darajadagi mashina emas. O'zi kichkinagina mashinacha, ko'ryapsizlar, Jiguli. Jiguli uchun nahotki bitta garaj qurish problema bo'lsa, vobsheta problema ham bo'lmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. Hozir uni yechimini topamiz. Men bu yerdan hozir o'rta bloklarni olib tashlayman. Jak ham xursand bo'lib qoladi, chiroyli garaj bo'lgandan keyin albatta. Tak, bu yerga toshlar qo'yib chiqaman. Tez qo'yish kerak, chunki bu juda ham sekin qimirlayapman nimagadir. Bugun charchaganmanmi? Charchaganman shekilli, bilmadim men ham. Xo'p, mana bu yerga ham qo'yamiz. Okey va okey, mana chotga. Ana endi mana bu daraxtlarni taxtaga aylantirib olamiz. Bizga nechta 56 ta daraxt, 56 taxta. Yetarmikan 56 ta taxta? Menimcha yetmaydiganga o'xshayapti. Qo'limga ar qo'yingiz kelyapti shekilli. Xo'p, ustini yopib olish kerak. Bu yana qo'yingiz kelyapti ari. Tak, olamiz buni, olamiz. Belkurak bilan qazib yotibman. Chotki bo'ldi. Ana endi hozir tosh bor, toshni yarimtalik blok qilib kelaman. Chunki ustini yopish uchun bizga yarimtalik blok kerak. Verstagim bor, yaxshi ham verstag shuni qo'yib olamiz. 18 ta yetmaydi, aniq bilaman. O'shaning uchun tosh olib kelish kerak yana. Hozir birinchi devor qismini hal qilib o'rayinda. Tak, mana bu tomonni ham, mana shu yerda ham taxta qilib o'rish kerak. Bu ham yetmaydimi deb o'ylayapman-da bor-ku. Mana bu yerda bekor qo'yibman, qaranglar. Buni qo'yishim shart emas. O'zi mana poliz bor-ku. Poliz devor vazifasini o'tab beradi bizga. Ishimizni tezlashtiramiz, to'xtanglar, uni olamiz. Ishimizni tezlashtirmasak, vobshe sekin bo'lyapti ishimiz. Mana bu tomon eshik, bu tomonni to'liq yopamiz va takoy. Ustini yopishimiz uchun endi bizga bunaqangi yuqa blok bor. Atak bu yetmaydi, bilaman 100%, chunki juda ham kam olib kelganman bu blokdan. Borib hozir o'rmondan, qanaqa o'rmondan, qarochi nimadan, shaxtadan nima olib kelaman. Xo'sh, hozir mana bu yerdan tosh olib kelaman. Tosh esimga kelmayapti nomi, nimagadir. Xo'p, nechta tosh olib borsam bo'larkin? Bu yoqdan anchagina olib borishimga to'g'ri kelyapti shekilli. Imkon qadar ko'proq olib borishga harakat qilaman. Toshni haqiqiy hayotda bilasiz, ko'tarish juda ham qiyin bo'ladi. Bu haqiqiy hayot emas, Minecraft bo'lgani uchun
Ancha unaqa qiynalayotganim yo'q. 13 top bo'lsam, no to'xtaylik 15 ta qo'yib ketayinda. 15 ta qo'yib olsam, ko'rasizlar nimaga bunaqa qilganimni hozir. Tak tepaga chiqamiz va chiqamiz yana bir necha marta, ko'p marta chiqishimizga to'g'ri kelyapti. Xo'sh, uyim qani edi? Uyimni eshigini ochib qo'yibman. Agar jetellar kiradigan bo'lsa, dabdala qilib tashlaydi uyni ichini. Xo'p, mana buni hozir shuni hammasini yarimtalik blokka aylantiramiz. 30 ta bo'ldi. 30 ta oshib ham qoladi bemalol. No, old qatorini bir ikki qatordan qo'yib chiqiladi, ya'ni tushungan bo'lsanglar, agar tushunmagan bo'lsanglar, hozir ko'rsanglar tushunasizlar. Mana bunaqa qilib takva qilib chiqmoqchi, mana bunaqa bo'ladi. Xo'sh, menimcha juda ham chiroyli. Endi mashinani olib kelamiz albatta. Hozir Jakni mashinasini olib kelaman. Tushunmadim, tagida qanaqadir qizil narsami? Nahotki moy oqib ketgan bo'lsa. Yo'q, qizil moy bo'lmay, qora moy bo'lardi-yu mashinada. Tak. Hozir ko'ramiz qanaqa qizil moyi bor ekan mashinani. Tushunmadim. TNTmi? Tushunmadim. TNT rostdan ham. Hozir Jakka aytishim kerak. Tak, buni birinchi uzoqlashtirib olayda. Tak, Jakka telefon qilayda. Allo, Jak, yaxshimisan? Qayerdasan? Mernolda. Короче, mashinaning tagida ikkita TNT bor ekan. Bilmam kim qo'yib ketgan ekan. Bilmam, olib tashladim. Ha, yaxshi qilibsan. Ha, bo'pti, hozir garaj qurdim, solib qo'yibman mashinangni. Yaxshi, boraman. Bo'pti, mayli. Tak, ana endi mashinani o'sha garajning ichiga joylashtirishim kerak. Hozir biroz problema bo'ladi burish, chunki juda ham tezkor mashina ekan. Bu sportkar, chunki orqasidagi chaykachasidan bemalol ko'rsanglar bo'ladi o'z sportkarligini. Tak, asta haydash kerak. Juda ham asta haydash kerak. Aytdim, u vash chaykachasi bor, uchadigan mashina bu. Mana shu yerda mana tursa ozgina bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi? Vobshe takoy parkovkaning iti bo'ldi. It parkovkasi bo'lgani yo'q, mashinaning it parkovkasi bo'ldi. Mana hech qayoq tekkani yo'q. Mana chotga buni keyin o'chirib oladi o'zi. Men esa hozir mana narsalarni ichkariga qo'yaman-da. Keyin qiladigan ishim yo'q boshqa. Prosta tak boshqa ishlarimni qilsam ham bo'ladi, o'zimning ishimni yoki Jakni oldiga boraman hozir janob Merdiyoniga. Mana bu mashina tog'amning mashinasi degan edim. Kimning mashinasi deganim sizlarga? Tog'amning mashinasi bu. Tak, bu yerda akkumulyator joylashgan. Nimaga bu yoqqa qo'ygan bilmayman. Nari tomonda gaz balon, tak ustiga yuk ortib yuriladi. Yuk ortadigan joyini olib kelmagan. Chunki tashab kelgan, u ishxonasidan bergan o'zi bunaqa narsani. Tak, xonamning ichini shamollatamiz albatta, chunki toza havo kirishi kerak. Va menga qarab, bor toza havoni yo'lini to'smagin. Toza havo san turgan uchun o'tmay qoladi. Bor uzoqda o'yna. O'sha obeddan keyin bo'pti. Mayli, o'tirib biroz dam olayin. Jak kelsa keyin mashinasini, garajini ko'rib xursand bo'ladi.